Nazarbek harakatga kelganimizda yangi mostdan shunday ko'tarilishinglar bilan razvorot qilasizlar, Uzgazoil bo'ylab mana shu sotuvga chiqqan xonadonimizgacha taxminan 500 metr nari beri distansiya ko'rsatyapti. Kirishinglar bilan bitta mashina qo'yasizlar. Bitta mehmonxonasi bor. Mehmonxonadan keyingi xonamizda yotoqxona, o'zini sanuzelga ham ega. Orqamda turgan xona oshxona bo'ladi. Xonadon egalari shetda bo'lgani uchun oshxonani ko'rsata olmaymiz. Oshxona ham javnaqa kichkina emas ekan. Qurilish qilish imkoniyatingiz bor. Keyingi yo tomonni tushuntiraman. Mehmonxonasi bor, yotoqxonasi bor, o'zini sanuzelga ham ega. Ko'ryapsizlar, fasad qismi 15 ga 40. 6 sotuv bo'ldi, 4 ta xona, 2 ta sanuzel bo'ldi. Egalari startli 1 ming dollarga otdilar. Yana kelishadigan joy bor. Egalari nomer opisaniyada bo'ladi. Kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa barakasini qo'rasizlar. Hammalarga omad. Xonadonimizning ko'chasini bitta ko'rsataman sizlarga. Mana o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Yaxshi mahalla. Xo'p, xonadon egalari aytibdilarki, agar sizlarda dom bo'lsa, xullas kalam barter qilish imkoniyati bor ekan. Egalar nomeri opisaniyada bo'ladi. Kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa barakasini qo'rasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.